Yurgani joy bormi? Albatta palyatganlik qilib qo'yinglar. Yo, qo'lingizdan kelmaydimi? Kimga qanaqa katyol kerak? Qanaqasi? O'zimiz ishlab chiqarganmi? Zavodskoymi? NMKmi? Zakrytiy sistemagami? Yo, bunaqa bunkerligimi? Bunkersizmi? Dimoxodmi? Yo, Turkiyani katyolimi? Yo, o'zimiz ishlab chiqargan bunkerlimi? Akalar, qanaqasi kerak? Hali qo'l tegmagan katyollar bor. Korobkada paddon. Shuncha katyolni olib keltirib qo'ydik. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani ko'mir qozonlar markaziga. Xullas kelasiz. Mana bu ukamizga o'xshab hozir uylarga katyol tanlanmayaptilar. Xullas katyol bog'iga kelib qoldim. Akalar, o'zlaring tavsiya beringlar. Pulida muammo yo'q. Pulni tars aytib sanayman, faqat luboy zo'ridan beringlar deyaptilar. Xudo xolasa bu ukamizga bu katyolimizni tavsiya berib turibmiz. Atrofi utepленный, sistemalari zakrytiy sistema ekan. Mana shu yerdan 150 kilo ko'mirni tars aytib zapravka qilib qo'yasiz. Uni tars aqabaqa qilib qo'yasiz. O'zi yonib yotaveradi. Mana shu katyolni oling desam, bo'ldi. Xudo xolasa bo'lmasam bu katyollarni Namanganga tarqatib kelay, keyin olib ketaman aka deyaptilar. Albatta hazil, bu ukamiz Shopir ukamiz hozir Namangan viloyati Pop tumaniga ko'mirli katyollarimizni olib ketyaptilar, tarqatgani. Xudo xolasa Shopir ukamiz ham qiziqib qoldilar. Mana shu bunkerli katyolga qiziqib qoldilar. Ishga kirganlarga bir oy ham bo'lgani yo'q, lekin mana shu bunkerli katyolni o'zim olaman deyaptilar. Bu o'zimizni nimamiz, katyol menga kerak emas deyaptilar. Siz ham oling, hoji aka. Pechka qo'yib berasizmi uyda burchagiga? Ha, bo'pti. Bo'ldi. Xudo xolasa mana katyollarimizni Shopir ukamiz olib ketyapti. Mana akamiz ham kelyapti. Assalomu alaykum. Aka, sizlar yaxshimi? Bu qanaqasi kerak? Sharxongada? Sizga yozaman. Yozamonga bo'ldi. Haligi kuni mana undan o'rnatdingiz aka? Sharxonga. Sharxonga shohid bo'laman o'rnatdi. Shohid bola o'rnatdimi? Tavsiya berdim o'sha obro'ga. Bo'ldi, sizga ketdimikin debmiz. Xudo xolasa mana. Xullas aka yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdi aka. Unda quvaga qo'yganimizdan zo'r chiqdi. Quvaga qo'yganingiz? O'tgangilar qishdan zo'roq chiqdi. Bo'ldi, o'shani olib turing aka. Masalan, video qilayotgan jarayonimizda kelib qoldilar. Kelinglar akalar. Assalomu alaykum. Sizlar charchani o'tiringlar aka. Qanaqa katyol kerak? Xudo xolasa hammasidan bor. Mana xudo xolasa klientlarimizga katyollarni tanishtiryapmiz. Video olayotgan chog'imizda kelib qolishdi. Nima gap qayta ketyapti o'zi? Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatli katyol 7,5 million so'mga 150 kvadratli xonadonga 2 yil garantiya beramiz. Tog'a, kelingda. Ash katyolni olsangiz, 150 kvadratga tavsiya beryapmiz-ku. Garantiyasida mana shu shoplarida suv teshik basligiga 100% garantiya beramiz. Teshik basligiga. Keyin katyolda asosiy vazifasi suvni qaynatish. Suvni qaynatishiga 100% garantiya beramiz. Agar suvni qaynata olmay qolsa, boshqa qilsa, telefon qilasiz, shat plyus kartangizga tushirib beramiz. Bu katyolda kilogrammi 180 kilo. Katyolni qaytib olmaymiz. Metallomga topshirib olaverasiz. 180 kiloni 3000 so'mga ko'paytirsangiz, metallom puli. Ham katyolingiz pulini qaytib beramiz. Javobmi o'zanga? Javob. Tanlang luboyni. Ana. Biz hali sizlar o'zi sizni vaqt keladi, mana shu odam shu javob ertaga javob qilish kerak. Hozir bitta uyga qo'yamiz, o'g'limga. Yaxshi chiqsa yana katta eshigiga ham qo'yamiz. Tog'a, mana shu videoda dokazat qilinglar. Suvni qaynatadi xolos katyol. Suvni qaynatmasa, bitta gazga, paqirga suvni qo'ysangiz, qaynaydi-yu vara bo'lib. 90 gradusda suv qaynatdi. Mana shu katyol 90 gradus suvni qaynatib bera olmasa, katyolingizni plastik tashlaysiz, katyolning pulini shuni tushirib beramiz. Bu katyol ham sizga qolaveradi. Gapingizni to'g'rilab ketaman. Mana shu 150 kvadrat deyapsiz, 15 kilovat deyapsiz. 15 kilovat maydondagi suvni qaynatib berish kerak. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Katyolni o'zining ichidan so'z ketsa 30 litr, 40 litr suv ketadi. To'ppa-to'g'ri aka. Oddiy paqada ham qaynaveradi. To'ppa-to'g'ri aka. 130 yoki 150 bo'lganda 200 kvadrat maydondagi suvni qaynatib berish kerak. Bo'ldi. Qaynatib berib istalmasa. Qaytib olaman. Hozirgi gap, hozir garantiya amal qiladi. Endi kimdir hamma haqida qarang, katyol 70 litr suv oladi usta aka. Bo'lsin 150 kvadratli xonadoningizda 150 litr suv hisoblang. O'sha ikkalasi 220 bo'lyaptimi? 220 litr suvni qaynata olmasa, o'sha gap plyuzni berib katyolda
Расходda tog'a ko'mirni sifatiga, uyda teplo izolyatsiyasiga, keyin sistemani qanaqa bo'lganligiga bog'liq rasxodi. To'g'risi mana hamma gapga garantiya berdim, rasxodiga garantiya yo'q. Nimaga deng? Siz qanaqa ko'mir ishlatasiz, biz bilmaymiz. Uyingiz teplo batareyasi qanaqa bilmaymiz. Biz o'rtacha qancha rasxod qiladi desa, 150 kvadratga o'rtacha 45 kilo rasxod qiladi deb aytamiz. Bir sutkaga. Bu 45 kiloni ushlab olganimizning sababi, 45 kilo deganimiz sababi. Biz 20 ta odamga bergan bo'lsak, kimdir 30 kilo rasxod qildi tog'a, kimdir 60 kilo. Biz o'rtasini olib 70% klient 45 kilo rasxod qilgan. O'sha 45 kiloni aytyapmiz, tog'a. 24 soatga, bir sutkaga. Rasxodga точный buncha kilogramm deb rasxodini aytmaymiz. Nimagaki, o'sha zavodskiy katyollarni tog'a, zavoddan garantiya beriladi, 30-36 soat yonadi deb. O'shanda ham kitobida xarakteristikasini o'qisa, buni ichida yozib qo'yilgan. O'rtacha shunaqa deb zavod ham shunaqa gap gapirgan. Shuning uchun buni ko'mir rasxodiga точный garantiya yo'q. Dastavka 12 ta viloyatga o'zimiz ishlab chiqargan yo'lda dastavkasi bepul. 12 ta viloyatga. Bu Turetskiy, zavodskiy, rossiyskiy katyollarimiz dastavkasi yo'q klient hisobida. Mana qanaqa savollar, qanaqa kommentariya bo'lsa, xudo xolasa yozaverasizlar. Bu katyolimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga 7,5 millionga dastavka qilib berilyapti. Rossiya Novosibirda ishlab chiqarilgan Cooper Mega 16 kilovatlik katyolimiz 160 kvadratga 16 million 700 ming so'm bo'ldi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga ketyapti. Xo'p, bu katyolimiz 30 kilovatlik 300 kvadratga mo'ljallangan katyolimiz 7 million 800 ming Namangan viloyati Pop tumaniga ketyapti, xudo xolasa. Endi videoda hammani qiziqtirgan savollarni hozir mana Santexnik ustakamiz, uyda egalari, hammalari berishdi. Xudo xolasa videomiz qizg'in bo'lib ketdi, aka. Mana xudo xolasa, hop, dimoxodlarimiz ham bor. Zavodskiy katyollarga dimoxodlarimiz ichi tashi 06 lik nержавейкаdan 410 ming so'm bo'lyapti. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Garantiyalarini, katyollarimizni narxlarini aytib o'tib ketdik. Xudo xolasa, o'sha gapirgan gapimizga 100% javob beramiz. Qoratepagami? Bo'ldi. 30 talik bor albatta. Ha? Ana eskidanmi yo yangidanmi? Suvligidan-a? Bo'ldi, ketdik buni yuklab. Buni hatto yuklab chiqamiz-da. Bo'ldi, hozir battar yo'q bo'lsa, sklatimizdan yuklab berib yuboramiz. Xudo xolasa, bizning manzilni so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida ko'mir qozonlar markazida rossiyskiy Cooper, rossiyskiy NMK, rossiyskiy termograf hamda Turetskiy, zavodskiy, bezbunker, bunkerlik katyollarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz, xudo xolasa, o'zimiz ishlab chiqargan katyollarga bepul, rossiyskiy, turetskiy katyollar dastavkasi pullik. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kimga qanaqa savoli, qanaqa fikr bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa, javob berishga harakat qilamiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz. Garantiyasini so'ragan tog'amizga bitta yukladi. Ya tog'a? Mana sklatdan. Xudo xolasa shu reska qo'shib yubordik. Usta aka, xizmat bo'lsa aytaverasiz. 30 kilovatlik Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qoratepaga. Toshloq tumaniga kiradi, Qoratepa? Yazevon. Yazevon tumaniga kiradimi Qoratepa? Bo'ldi, mana xudo xolasa katyolimizni yukladik. Kerak bo'lsa, sklatimizda katyollar bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sklatimizda hozir obodonlashtirish ishlari ketyapti. Xudo xolasa, batan bitib qolsa, batda ham katyol showroom qilamiz. Videoga like bosib qo'yamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, ko'ngilli katyollarni tanishlash shu video jo'natib qo'yamiz.